Ertaga O'zbekistonda qanday ob-havo kuzatilishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet ertaga 17-oktyabr kuni O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo kuzatilishini ma'lum qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 18-23 daraja bo'ladi deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun video ostida bor yo'g'i bir donadan like tugmasini qoldiring. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.